Agar siz maktab yoki universitet talabasi bo'lsangiz va imtihon mavsumiga kirayotgan bo'lsangiz, men o'rgangan bir necha duoni siz bilan bo'lishmoqchiman. Birinchisi, Robbi zidni ilma. Ey Alloh, ilmimni ziyoda qil. Ikkinchisi, Allohumma inni as'alukal ilman nafiyan va rizqan toyiban va amalan mutaqabbalan. Ey Alloh, sendan foydali ilm, pok rizq va qabul qilinadigan amal so'rayman. Uchinchisi, Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ey Alloh, foyda bermaydigan ilm, qo'rqmaydigan qalbdan panoh so'rayman. To'rtinchisi, Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ey Alloh, sen oson qilganingdan boshqa osonlik yo'q. Beshinchisi, hasbiyallohu la ilaha illa huwa. Menga Allohning o'zi kifoya. Bu duolar qanday o'qiladi? Har kuni, ayniqsa bomdoddan keyin, darsdan oldin, imtihon oldidan. Eslatma, faqat duo emas, harakat ham qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil. Ya'ni o'qiysiz, tayyorlanasiz, keyin Allohga topshirasiz.